Xo'p, assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana o'sha Football Games kanali. Xo'p, videoni shapkasida, ya'ni mavzusini ko'rib turganlaringizdek, men streamda Z Jaloliddinov bilan tushib qoldim, ya'ni o'zini akkaunti, chunki shu streamga kirgani uchun rahmat. O'ziga rahmat aytib qo'yaman, shunchani qilib. Lekin uncha aniq emas bolalar, lekin akkauntini sotgan ham bo'lishi mumkin, boshqa biri o'ynagan bo'lishi mumkin. Qisqasi o'yinni ko'ramiz bolalar, ya'ni o'zlaringiz ham, sizlar ham izohlarda o'z fikringizni yozishingiz mumkin. O'zi emas yoki o'zi haqida. Ya'ni fake yoki fake emas haqida. Xo'p, men o'zi deb o'yladim va videoni ko'ramiz. Hozir bu yerda videoni ko'ramiz. Bosdik buni. Va mana ketdi mana. Shu akkaunt egasi Z Jaloliddinov qo'l tayladi, biz ham qo'l tayladik. 70 ga 52 va oldi akkaunt ekan. Va sirazi ko'rgan bo'lsanglar, Ederson bilan Kroosni joyi almashib qoldi bolalar. Kim e'tibor bergan bo'lsa videoda va o'shani almashtirdi, mana to'g'riladi. Marceloni tushirdi Modricning o'rniga. Va Salah, Haaland. Son bu yog'iga o'yinni ko'rishlaringiz mumkin. Bu streamda bo'lgan holat. Shuning uchun men biroz sharhlashim qiyin bo'ladi, chunki to'g'ridan to'g'ri o'ynab sharhlamayapman. Streamda bo'lgan holat bu. Va sizlarga bir maslahat, keyingi o'yin qaysi streamer bilan bo'lishni yozib qoldiring, ya'ni qaysi DLC content maker bilan bo'lishni. Men o'ynashga harakat qilaman. Har kuni aytgancha har kuni stream bo'lyapti. Deyarli har kuni, orada 1-2 kun bo'lmay, har kuni 2 soat, 1,5 soat nar-beri stream bo'lyapti va streamga kirib, ana shunday holatlarga guvoh bo'lishingiz mumkin. Va bu yerda hisobni ochib oldik. Son Heung-min bilan har doimgidek. Va biroz xira kadrlar ko'rsa, bunga e'tibor bermaysiz, chunki streamdan to'g'ridan to'g'ri olingan bu video. O'zim o'ynab olganim yo'q, yana bir bor eslatib o'taman. De Jong'i bor akkaunt streamida ko'rgan, kim ko'rgan bo'lsa kirib ko'rishi mumkin streamiga. O'sha De Jong, o'sha Azar, o'sha Neymar. O'sha nickname'lar, ya'ni Z Jaloliddinovda. FKB bu yerda super gol urib qoldik. Rodri bilan ajoyib gol uzoq masofadan. Va stiker jo'natishidan ham men o'xshatdim, lekin bolalar Z Jaloliddinov o'ziga. Husanovda tushirdi. Murat yangi akkaunt olgan edi, kim bilsa. Oxirgi streamda shu akkauntida obunachilar bilan o'ynagan. Katta ehtimol shu akkaunt edi, mencha 100% desak ham bo'ladi. Bu yerda Firmino Courtois super save qildi. Biroz qotishlar ham bo'ldi. Biroz, uncha ko'p emas. Bo'lmadi desa ham bo'ladi. Husanovda super zarba berdi. Qoyil qoldim, lekin va burchakdan to'p o'yinga kiritiladi. Yamal Van Dijk berdi, Vinicius va time tugadi bolalar. Birinchi taym ko'rib turganlaringizdek, mana 2-0 hisobida yakunlandi. Statistikalarga kirmadim. Mana Z Jaloliddinov YouTube. Menimcha o'zi bolalar, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Va qaysidir futbolchini tushirdi. Ko'rmay qoldim hozir. Salahda zo'r dribling qilib qo'ydik, lekin mana yerda biz ham bo'sh kelmadigancha. Va burchak. Menimcha shu burchak zarbasidanmi biz ham gol urgandik, 3-goldi. De Bruyne'da berdik va Son Heung-minda 3-0. Hisobni yirikroq ko'rinishga keltirib qo'ydik.
Va bu yog'iga o'yin biroz qizg'in bo'ldi. Gollarga boy bo'lgan o'yin bo'ldi bu o'yin. Va yana bir bor haqiqiy tarzda, ya'ni nima desa bo'ladi, haqiqiy video olib 2-3 o'yin o'ynab video qilishga ham harakat qilaman Zey Jaloliddinov bilan. Va bu yerda super gol urib qo'ydi Azar bilan. Qoyil o'yinning eng chiroyli goli shaxsan men uchun. Chunki Salah qaytara olmadi, ko'rgan bo'lsanglar. Xudoy va biz ham keyin tezkor hujum bilan javob qaytarishga harakat qildik, lekin himoyachi to'pni olib chiqdi. Va bu yog'iga o'yin shu tarzda, shu tempda davom etdi. Va biz sonda dribling qilib ko'rdik. Haaland ketdi. 4-golni ham urdik. Mana 4-1 ko'rinishiga keldi hisob 65-daqiqada. Xo'p, har kuni stream Telegram kanali ham anaqada YouTube biosida turibdi bolalar. Agar kim qiziqib, Telegram kanalga hali uncha e'tibor qaratganim yo'q shaxsan. O'yinga qaytsak, Haaland, Salah, Cancelo Salahga berdi, Salah Haalandga, Haaland ketdi. 5-gol bo'lmadi afsuski. Va shu joyda Rodri bilan men zarba berdim. Noaniq ketdi va chiqib ketdilar. Qandaydir muhim ishi chiqib qoldimi? Bu yog'i bizga qorong'u va o'zgarish qilayotganimizda chiqib ketdi va 74-75 daqiqalik o'yin bo'ldi. Bu yog'iga yana gollar bo'lishi mumkin edi. Va content makerlar bilan bu mening birinchi o'yinimga aylandi. Va do'stlar, shu joyda men videoni yakunlashga majburman, chunki boshqa anaqa yo'q. Boshqa o'yin bo'lmadi, qisqa bo'ldi afsuski. Va qaysi content maker bilan o'ynashimni izohlarda yozib qoldiring. Va men bu content maker bilan o'ynashga harakat qilaman qo'ldan kelgancha. Keyingi bolalarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, hamma go bolalar.